Assalomu alaykum hammaga. Bolalar, qizlar, obuna bo'linglar iltimos. Biz ham endi erishinglar katta maqsadlarga. Iltimos obuna bo'linglar. Biz mana endi videoni boshlaymiz. Biz mana 4li qishloqqa keldik. Mayda 4 bo'lgan shirangina. Olchali 4 bo'lgan yo olmalimi? Mazzada. Men endi sizlarga bu yerda ko'rgazma qilaman. Maydimi? Ha, biz sotadigan joy ekan. Sotmaydi ekan. 4 qo'shimcha 4lar bor ekan. May 4 binosi bo'lsa kerak. 4 bino. Bekka kelib 4 yesharkan, mayda 4 turibdi. Yotoq bor ekan mayda. Endi hovuzlar ham 4 bilan o'ralgan ekan. Nimasi bu endi? Nima bu? Nima san? Qanaqasi endi? Maydan ko'rinib turadi hamma yo'q. Eshik tor. Bitta ham 4. Bu 4 qishlog'i degan nom bekorga qo'yilmaganda. Hamma yo'lda 4. Yaxshi, bitta yemayda stollar ham qo'yib qo'yishdi 4 uchun. Bu merduy bo'lsa kerak. Titqlamay. Hamma yo'q 4 dan ekan. Yo'q, joyga borib ko'raychi nima ekan. Rosa qiziqyapman nimalikka. Mayda qorlar ham yog'ishni boshlabdi. Bu kafemi nima balo? Turlar qo'yib qo'yishibdi. Kafe ekan bet. Yaxshi. Turlar. Atrofi. Shunday qilib. Nima yeymiz? Zo'r bo'ladi. Bu 4li qishloq. Bekorga 4li qishloq deyishmagan ekan-da. Maydan bu uy ekan-ki. Ay jonim ketdi. Qorlar mana. Bitta o'yinchining uyi bo'lsa kerak. Qorlar mana. Demak, endi bekitib qo'yamiz eshikni. Ferman qaranglar. Unaqaligini. Olaysan jitir, olaysan. Fermenga nima qilgan? Nari ferma boshqacha. Uncha boshingni tez yeyapsan. Hey! Bit turaman hozir. Yana bir marta. Egormagan mashina. Ana. Chichi nima yeyapsan mashina menga? O'ldirib qo'ydim. Ochira bitta. Men qilmadim bitta ishlardi. Nima qilmadim? Yo'qol sen bilan pachakilashib o'tirmaylik. Men sizlar bilan Yahyobekman. Ismim aytishimdan chiqdi. Iltimos kanalga obuna bo'linglar. Ko'ryapsizlar shuncha videoni obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'linglar sizlar ham. Men sizlar uchun qancha video olyapman? Mana qaranglar. Mana boshqacha-da, qaranglar. Mana uning ustunlari yo'q. Endi narigi fermani ko'ramiz. Meramja kitob o'qishni yoqtirar ekan. Merlar ham. Mana-da mayt ustunlikda qaranglar. Bekka kirdim. Mana mayt. Bu kutubxona bo'lsa kerak. Meram shuncha kitob olib kelibdi. Bitta 2 qator shekilli. Men o'ziga bir qatorni olib shekilli mer. O'qiyman deb. O'qidim ekan o'zi ulardan. Qaraysan qishloqi, qishloqi. Men merman. Assalomu alaykum mer. Paxta qo'yma. Paxta qo'yam yo'q. Mer qalaysiz? Paxta qo'yam yo'q. Men hozir keldim mana shu qishloqqa ko'rgazma qilganim, men video olyapman. Salom deb qo'ying obunachilarga. Salom obunachilar, like bosib obuna bo'linglar bu Yahyobekning kanaliga.
Mana meram aytyapti, уже meram aytyapti. Sizlar obuna bo'lmayapsizlar-da. Obuna bo'lyapsizlar ba'zilaringiz. Lekin qolganlar ham obuna bo'lsa men kuchayib ketaman. Obuna bo'linglar iltimos. Bo'pti. 4 ta hamma-yu 4. Omali bitti desam 5 tutaga qamalib ketmaymanmikin bu 4lar desam. Hamma yo'q 4 dan ekan. 4li joylar to'lib ketibdi. Endi nima bo'lyapti? Ashtan shoq bo'ldi menga. Hamma yo'q 4 bo'lib ketibdi. O'zi ham bolalar. Bu 4li qishloq qo'shim. Men bu 4larni ozroq deb o'yladim. Menga uylar ham 4 ta ne. Uylar ham 4 ta. Men ishonmadim. Omali aytishganda ishonmadim. Borib ko'r, bu o'zing ko'r, ishonmayotgan bo'lsin deyishodi. 4li qishloq bu qorlarga to'la deyishodi. Ko'p deyishodi qorlari. Keyin unaqa 4 uydan 4. 4li uy bo'pti o'zi ham. Hattoki hudud tepasida 4 bor ekan. Bunaqa narsaga like bossangiz edi. 4 dan da hamma yo'q. Mana tomlari ham 4 dan. Bunaqa narsalarga obuna bo'lib like bossangiz edi. Iltimos obuna bo'lib like bosinglar. Men sizlar bilan Yahyobek bo'ldim. Men sizlarga bu 4li qishloqni ko'rsatib o'tdim. Iltimos like bosib obuna bo'linglar. Sizlar bilan xayrlashyapman.